Yana bir tongda men uyg'ondim, lekin ukam oldimga emas. Salom do'stlar. Yaxshimi? Mazani. Mana oldin turib olganda mana u. Sen beling og'rimadimi mana u? Yomon og'ridi. Bitta. Mayli, men senga hamma narsani berganman. Qurol olib berdim, puling yo'q ekan deb. Puli bor ekan. Mashinani bir shapaloq so'raysiz, derazadan. Ketdi, ishga borish kerak. Mana ketdi. Bugun sen ham ustozlik qilasan. Bilan oyog'im. Oyog'ing sinmaydi seni. Sen 40 metrli pishay bo'ladigan joylarda sakragansan, o'lmagansan-ki. Qarama, ikkita Jigulim bor, gap bilan kaliting bor ya. Ha, bor. Ber. Davay, men legendasini ham kerak. Davay, tez chaqay. Kutib turibman. Hoppa. Chiqdingmi? Hayda orqaga. Mashina haydashni bilmagansan. Signalchalik Veldechski. Qara, agar u mashina ishlamay signalchalik kulaverib. Tush mashinadan men haydayman, orqamga o'tirib olasan, ketaverasan. Ha, tush. Eshik yopatma, ishlamaydi baribir. Ko'ramiz. Davay, men. O'tir. U ana, eshik yop, ketdi onasining. Qo'rqmaysan tezlikdan onalarning isini bilan? Yo'q. Nima gap o'zi? Ko'rmay ketdi. Bolalar ukam ta'tilga ketgan, eslichu. Mashinadan beri o'zi mazga urildi. O'zi mana ham chet elda ketuvdim, mana soqqa yuribman. Keyinchi to'xta, mana shu yerga to'xtab olaylik, bizning itvachchalar bor edi, bir ikkita. Nima? Itvachchalayman. Brat qonda mashina tutashni boshlab, brat. Mayli, brat, sizda ham burningizga sani yo'qol, men haydayman, mashina haydashni bilmaysan. O'tir. Bashiramga o'tirma meni ustimga. Buni haydalasanmi? Haydalasan? Yo'q. Haydolmas. Yo'qol. Mashina nima menga? Bilaman. O'tir. O'tir deymi? Esing yo'q bola. Bo'ldi, все, ketdimmi? Davay, bratlar. Ush, buni sen bir mashina. Piyoda borsa bilmayman. Asam bo'ynaman, piyoda borsa bilmayman. Mana endi buzib ketibsan, buzib ketding. Shu kichik boshi chektirib turaylik. Charchadim. Yuguraverib. Suyim bormi? Ey, o'tir, qaqay. Suyim bormi? Qani mashin? Da, men o'tiraman, hayda nafik. Hayda. Eshikni yopganmisan, eshikni? Qayerga haydayapsan sen? Ey, palas ostirmasma. Radar kim to'ladi bu chapulni? Men oldinga o'zim borman. Bur, qayerga ketasan? Bur, maktab beqqa. Yo'q, bana bu bor. Bur, gazni bosaman. Men o'zim rulga o'tiraman, yo'q hali. O'tir. Eshik yop. Hoppa. Korotchi bittasi ota-onasini chaqirtirish kerak edi. Qaysan? Bittasi bo'ldi, birinchi marta o'tirar ekan, zo'r bachcha. Shu ota-onasini chaqirtirib kelish kerak edi, cho'toq ko'p quyit qilyapti. Shu maktabga bergan. Ekinini og'day berganda. Direktorda oldi borib, bir ikkita shapaloq urib kelasan, nima bo'lmaydi. Kalta bo'ldi. Kelopsanmi yo'qmi? Yo'qda. Mana o'zi xona ekran mana. Sizlarga yaxshimisiz direktor, uydagilar yaxshimi? Korotchi biz hozir dars o'tgan kelamizda, mana shu korotchi menga oylik kerak emas, bu og'ziga pul bilan tiqadi. Tushundingizmi? Og'ziga pul bilan uradi mana. Davay, ketdim mana. Nu, davay, qani sanasan? Buyaqki. Kelyapman. Bana qilish kerak. Chiq, buncha sekinsan. Sekin yuribman.
Charchab ketdim piyoda yurdim. 5 metrga yuribsan. Salomni tog'ang beradi. Men esa parta ustida yurma. Karot. Siz qolib ketdi. Karotchi bugun qaysi biri otadi? Hamma joyi ham. Bugun darsni boshlaymiz. Ding dong, ding dong. Ding dong. Ну, короче, qayergadir ketib qoldi bir paytga. Ну, hozir ko'ramiz ya. Ana qayerlardir yuribdi. Ну, bugun birinchi soat nima edi? Ingliz tili, matematika edimi o'zim ham bilmayman. Salom. Keldi ana. Ana u keldi o'zi. O'zi keldi ana u xo'sh. Mayli 3 marta bitta gap qaytarmaymiz. Короче, bugun qanaqa mavzu o'tamiz? Qara. O'tir. Bugun biza qanaqa matematika hozir. Matematika. Matematika xo'sh. Matematika daraja degan zo'r narsa degan. Короче, daraja degan masalan Masalan mana 1 kvadrati. Sizlar oddiy tushuntiraveraman qaranglar masalan. 2 kvadrati 4 bo'ladi. Qanday tushuntiribsan? Qara, 2 kvadrat bo'lsa, kvadrat degan 2 ta degan. 2 ni 2 ko'paytirasan 5 bo'ladi, tushundingmi? Короче, ana masalan 2 kvadrati 10 bo'ladi, bilmadinglar. 3 ta shappochsana. x 3 darajasi x 3 darajasi 3x bo'ladi, tushundinglarmi? Короче, mana shundan boshlaymiz. Xo'sh. Ну, короче, bilib oldinglar. Короче, qaranglar. Masalan, daraja desa 5-daraja desa, masalan 2-5-daraja 2dan 5 ni ko'paytirib chiqamiz. Короче, mana tushunib oldinglar. Sen bu qatordan qana o'qil, men bu qatordan tekshirtiraman, короче. Sen u qatorga bu. 2 kvadrati. To'g'ri. 5 kvadrati. Xo'sh, uka, qarang, men senga hozir sendan misol so'ragan uchun kelganim yo'qman-da. Ota-ona nima shu paytgacha chaqirmading? Meni lay chaqirmoqchimisan masalan. To'g'ri. Xo'sh, короче, mana shu qatorga misol 1 kara 1 necha bo'ladi? 3. Kvadrat. To'g'ri ekan, hammasi to'g'ri. Короче, bugun men sizlar dars o'tgan kelganim yo'qman, dars o'tish to'g'risi yoqmayapti. 50 to'g'ri. Bo'lding? Hamma to'g'ri gapirdi. Короче, mana uni ota-onasini chaqirtirish kerak ikkalasini ham. Mana bu bittasini faqat. Mana shuni. Ana shunga ota-onasini chaqirtirib kelish kerak. Nu, men dars o'tib turaman, sen agar borib ota-onasini chaqirtirib kelsang bor. Bitta. Hozir ota-onani chaqirtirib kela, qarab tur. Xo'sh, bo'ldi. Endi normal tushuntirsam bo'ladi, xo'sh. Qaranglar, bitta sonni kvadrati, masalan 3 ni kvadrati 3 ko'paygan 3 bo'ladi. 3 ni kub degani bu 3 marta 3 ko'paytirilgani. Masalan, 3 ni 3 marta ko'paytirsa 27 bo'ladi. Ana shunaqa, короче, hammasi oson. Ну, har doimgidek 2 qatorga bo'linib misol ishlaymiz, nafik. Ну, давай boshladik bo'lmasa. 4 kvadrati nechi bo'ladi? 16. Kibetti. Sanatdimi? Ha, bo'lib shu. Zo'r ekan, xo'sh. Yana nechi kara nechi bor masalan? 6 kvadrati nechi? 36. 06 o'shaning. Xo'sh, короче, kibetti? Nu, kibetti? Men bilmayman qolib. Xo'sh, ana men kelib qoladi, xo'sh. Kim aytdi? Tan olmasa men bal qo'shmayman. Siz berayapti. Sen aytding, sen aytding. Men ikkalardan bittasini. Men yo'q. Bir, yo'q, ana. Men quritinglar jeli. Ha, ketdi. Nima? Ota-onasi Rossiyaga ketibdi, bola bir o'zi qolibdi jeli. Ittitira aytmaysanmi shuni, ya? Ittitira aytsa shu bir sapalab qo'yachiydim men sen boshidan. Kechirasiz, ustoz. Mayli, rahmat. Bekqa turib olib sangiz. Mana uniki bilan ham gaplashib kelgina, mana maktab boshlanganini berish narsa demaydi-da bu, вообще-то. Ana ketdi yana. Короче, endi nima o'tamiz endi? Xo'sh, nu 5 4 darajasini aytinglar menga narsa. 625. Kim aytdi? Men bilan reallikda. Sen keldingmi? Ha, mashina bilan borib kelyapman.
Keyinchi? Buni ota-onasini bilmayman, u Amerikaga ketibdi dedi. Hamma ota-onasi surib yuborganki, mana shu yerdagi sinfda men bitta masalan pandanki mana Gavayi oroliga ketgan bo'lsa, mana unga o'rmonga ketgan kerak. Nu bosh og'ridi-ya, bular dars o'tirib. O'zlari o'tlaring, tushundingmi? Bashangdan bir savol boraman, kerak. Men ketdim bu yerda. Davay, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kerakchi, krizinlik soat yana qaytib kiraman. Вообще qiyin ekan-a bular bilan dars. To'xtab tur. Bashangdan bir savol boraman o'zi. Delektorni oldiga kirib chiqingda. Hammasi ketdi ekan deyman dedi. Aytganman ular, xo'lam narsa bermay. Ular A, B, D, F, D ni o'taydi xo'lam. Manasa, ko'rdingmi? Valaykum assalom, kerakchi qara. Delektor, men pulni tayinlayman, o'zi bachalar utar qilib berasiz. Mana yana bir pachka. Rahmat bo'tan. Tushundingmi? Qara. Asaduin, ana rahmat. Kerakchi qara. Kerakchi ballarni A, B, D, F, G ga tayyorlamasa, yaxshiroq tayyorlamam. Men o'rib ketdi ular o'zi dars o'tirib. Tushundingmi? Tushungan bo'lsa yaxshi. Davay, gaplashdik. Ketdi. Men kerakchi. Davay. Yo, bana yomg'ir bo'ladi. Moshina tutib ketgan. Men uni olsam bo'lmaydi, kalitni ol. Xo'p. Kalitni oldim men, ketdim. Moshina qulflar yomg'irga yo'qib ketdi odam. Davay. Qaytamiz. Bize İngiliz dili dersidir. Hozir biz ingliz tili darsidamiz. Atrofimizga ya. Kimdi bu? Shu bilan, shu ovozlar bilan. Sammi? Nima sammi? Ko'z tashlama do'stlar. English or Spanish? Pulni kirrasi bilan tiyab ko'ring. Siz javob bering, English or Spanish? Qaysini tanlaysiz? Sen nima tanlaysan, Odil? Qurol ushlama, ban berib yuboradi. Nega? Sanga qaysidir? Menga Amerika. Odil sanga nima? Ismi Odil bu bachcham. Amerika. Zo'r ekan. Menga O'zbekiston sevdim. Davay. O'zi men chet eldan mana shuncha pulni olib kelganman. First mana bu tugay. Odil geyik. Ustoz, lekin yedirdingiz boru. Shu o'g'aynim g'irt jinni, lekin qaqada boradigan bo'lsa, damasi bilan olib borib kelar. Ustoz, bitta savol bersam bo'ladimi? Sen ko'p savoling bor ekanda, ayt. O'rtog'ingizning ismi nima? Odil, boya aytdimki. Короче, ingliz tili o'tamiz. Ingliz tilida present perfect continuous has been bo'ladi. Turinglar, короче. Endi tushungan bo'lsanglar bo'ylar. Tushunmading. Tushunmagan bo'lsa, men senga ikkinchi marta qaytarib o'tmayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan men sen bashirangga bir shapaloq qo'yaman. Bu ikkinchidan. Hozir yana bir shapaloq qo'ysam, yerga yotib olasan, shuni bilaman. Dadamga aytib beraman sizni. Menga qolsa undan kattasi ayt. Menga qolsa ota qo'yingga aytmayman. Qamat beraman sizni. Bu qira yo'q bo'ldi. Hozir qira yo'q. Hozir buvam chaqirib kelaman. Ketdim. Bashol yo'q alg'a. Bitta basharangga bir qo'y. Buvam yo'q ekanlar, o'lib qolibdi. Sen yomon bir zo'rma bachchaga sandasan. Hozir men kelay, sinfdan chiqay. Buvamni traktorda bosib ketgan. Boshqasi xotin iro keldi. Shayqam ovozi eshitilyapti. Men baqironman. No, men pastga tushdim. Basholam men. Sani bu Williamni tilaymi? Ichimdagi vijdonim gapirib yuboradi. Ana o'g'lim qiyra ketibdi-ya. O'g'lim qiyra ekan, men qiyra yuribdi-ya bu bachcha. No, mayli, birinchi o'z direktordan qidiramiz. Direktor mana o'g'limni ko'rmadingizmi, mabog'ida?
Koridor bilan bitta uzun sochli qiz bilan ketayotdi. Bo'ldi, qolgan kerak emas, o'zim topib olaman. Rahmat. Qayerga yuribdi baqchangga? O'tga demasalar. Qani? Yo, bari nima qilyapsan sen? Do'stim. Sanda kim borib lekin? Kim bu? Qayerga topsana? To'xta. Yetolaman men senga. To'xta. Ustozmi? Meni bobom bor, seni bobong o'lgan. Bo'ldi boshladik. O'g'lim qayerga ketdi? Darslar o'tib kerakchi. Nu, endi ko'ramiz. O'g'lim molga borib kelishman bir davay hamalaringizga yana bir bor. Xo'sh, kirlar. Hamma xonadan maktabdan qidiram. Albatta birinchi qavatni bilmay, birinchi qavatni ko'proq bilash, shuning uchun birinchi qavatga boraman. Nu mayli, mana direktor xonasi yo'q ekan mabodo. Sizlarga direktor mabodo ko'rmadingizmi o'g'limni? O'g'ling koridor bo'ylab yurib ketayotganda, mayli bo'lmasa birinchi xonani tekshirib. Xo'sh, qanaqa xona bu? Xo'sh, kiramiz. Yo'q, o'g'lim kimdi bular? Yo'q. Nima qilyapsan? O'g'lim sen nima qilyapsan? Do'stman, kechirasan, bilmayapman. Nima qilyapti bolalar? Nima qilyapsan? Nima? Ko'tmasa? Nima qilding? To'g'ri keldi. Mana motivator qara. Shunday san bu undirib ketib, bu boshqa joyga qochib ketadi. Keyin Bilay, hamma narsam yo'q. Odilman narsalarim olding? Bo'ldi, o'sha qo'yib. eshik tomonga surayapti-da, tinka. Odil surma, hozir yana qaytib qo'yaman, qisib tursin. Sendan boshda qo'yish kerak. Mana yoqqa qo'yib qo'y. Qayerda? Sen 30 taylasan, sal qiziqarli bo'ladi. Keyin bu o'g'ayning qochib ketadi. Boshqa joyga ketadi. Ha, bitta men uradda keyin ketadi. Ha, qochib ketadi. Ha, men o'ldirish shartmisiz? Keyin. Ha, Sen qiz bola ovozim. Nima kerak? nima? O'tilakka. Yaxshi ko'raman. Kim bu? Bu meni bilan tushgan bola. Men kirgan. Qo'yib ber. Nima deya? Odil aka. Kim bu deysiz? Ha, shunday. Ha, Odil aka. Qo'y tushuntirib beraman, jonim. Ota bordi o'rasi. Kimmi? Bilik bola ne? Voy, men g'oyat yana uyg'ondim, lekin bu safar jim o'tirgin.